Ana hozir yana bitta obyektga kelganmiz. Bu yerda Armstrong patoloklarini o'rnatib beryapmiz. Armstrong patologlar shu o'quv markazi ofisligi eng zo'r yechim hisoblanadi. Bu mana gipsiy Armstronglar 15 mm qalinlikda bo'ladi. Xo'p, armirovka steklovolakonli fibrosetka bilan armirovanный bo'ladi. Metallicheskiy karkasda. Karkaslari ham zanglamaydi, eskirmaydi. Bemalol artib harar ishlasa bo'ladi. Keyin svetlarni ham любой joyga o'rnatsanglar bo'ladi. Bunaqa joylarga namgarchilikka bardosh beradigan PVC Armstrongga o'rnatilgan qora profilga. Qora profillar ham atsinkovniy stal, ya'ni zanglamaydigan polatdan yasalgan bo'ladi. Mana shunaqa variantlar ofislarga, o'quv markazlariga ideal yechim hisoblanadi. Mana shu narsalarni o'rnatib boringlar. Bizga bemalol murojaat qilsangiz, chiroyli qilib sizlarga o'rnatib beramiz. Hormaylar, assalomu alaykum. Tuzumisiz? Kommunikatsiyalarni ham mana shu Armstrong patologga bemalol bekitib tashlaydi. Hamda bemalol do'stlik qilsanglar bo'ladi uni. Bitta plitkasini yechasizlar. Ana mana bunaqa plitkasini yechib turib, do'st imij qilsanglar bo'ladi. Ta'mirlashga juda ham oson.